Mana shu tayyor remont 5 ta xonali hovlimizni 1 kvadrat metrini 430 dollardan xarid qilishingiz mumkin. Bu uyimizni родительский spalni kengligini qaraydi. Spalnimizni o'zini yuvinish xonasi bor. Eshiklarning balandligini qarang. Mani bo'yim 1.95. Endi bu eshik necha metr deb o'ylaysizlar? Bu uyimizning kengina zali, ikki tarafga darvoza qo'yib futbol o'ynab o'rsanglar ham bo'ladi. Hammamizga shunaqa o'yinlar nasib qilsin deganlar, hozirdan videoga bitta like bosib qo'yamiz. Uyimiz naqd 3 qavatdan iborat. Bu uyimizning minus 1-qavati, ya'ni podval. Tepada futbol o'ynaydigan joy deb u yoqni aytibman. Aslida esa bu yoqda futbol o'ynash kerak ekan. Bu uyimizning shinamgina oshxonasi, butun hovlimiz to'pli pol va radiatorlar bilan jihozlangan. Birinchi qavatda ikkita xonamiz mavjud. Ota-onalar uchun родительский spalni va mehmon kutish uchun zaliga ega. Undan tashqari oshxonamiz ham birinchi qavatda, ikkinchi qavatda esa 3 ta xonamiz bor. Bitta родительский spalni, детский spalni va kengina zal. Uyimizda umumiy 3 ta sanuzel mavjud. Bu uyimizning darvoza xonasi, hovlimizga bemalol 2 ta mashina sig'adi. Undan tashqari zeleniy zonalar mavjud. Kottejimizda umumiy 2,5 sotuga qurilgan, har bir kvadrat metriga 430 dollardan so'rayapmiz. Shunda umumiy narximiz 139 ming dollar bo'ladi. Kelsanglar naqd pulga tepasida savdosi bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yamiz. Shu va shundan ham arzon kottejlarimizni bizning Telegram kanalimizda. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin.